Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Bugun sizlar bilan Rizo Driver ilovasidan qanday qilib mijoz olish va safarni yakunlashni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda Muhiddinjon ismli mijoz mavjud. Bu yerda siz quyidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda mijozni ismi, ketadigan vaqti va ketadigan yo'nalishni ham ko'rib tursangiz bo'ladi va albatta bu yerda sizga mijoz to'laydigan yo'l kira haqqi ham ko'rinib turadi. Bizning mijozimiz to'liq salonni band qilishgan ekan va bu yerda yana bir narsani ko'rsatadi. Ya'ni bizdan mijozimiz qanchalik masofada uzoqdaligini ham ko'rsatib turadi. Hozir bizdan Muhiddinjon ismli mijozimiz deyarli 4 kilometr uzoqda ekanlar. Buyurtmani ustiga bosganingizda sizga yana ham batafsilroq ma'lumotlarni chiqarib beradi. Agar bu mijoz sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, qabul qilish tugmasini shunchaki surib qo'yasiz. Qabul qilingan buyurtmalarni mening buyurtmalarim bo'limida ko'rishingiz mumkin va yana yangi buyurtma olish uchun yangi buyurtmalar bo'limiga o'tasiz. Bu yerda mijoz bilan chat orqali bog'lanishimiz yoki unga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin bo'ladi. Mijoz bilan bog'lanib oldik. Endi mijozni oldiga yo'lga chiqqaningizda mana bu yerdagi mijoz oldiga borish tugmasini shunchaki surib qo'yasiz. Bu yerda har xil navigatorlar chiqadi. O'zingizga mosini tanlab yo'lga chiqishingiz mumkin. Mijoz belgilagan manzilga yetib kelganingizdan keyin joyida tugmasini bosib qo'yasiz. Undan keyin mijoz mashinangizga chiqqandan keyin albatta oldim tugmasini ham surib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mijoz bilan safarni boshlaganingizda yo'lga chiqish tugmasini surib qo'yasiz. Bu yerda yana har xil navigatorlar chiqadi. O'zingizga mosini tanlab olishingiz mumkin. Manzilga yetib borganingizdan so'ng safarni tugatish tugmasini bosasiz. Va bu yerda safar yakunida siz mijozga o'z bahoyingizni qo'ysangiz ham bo'ladi.